Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Instagram va YouTube. Anchadan beri ko'pchilik mana so'rayapti kommentariyada ham boshqada ham. Aka hech yengillikni qilmay qo'ydingiz. Biz qo'lda turamiz, bizga qiyin bo'lyapti boshqa joylardan olish uchun. Mana yana o'sha o'zimizni eski pardapan do'konlari qo'lda hamma bilgandek, mana ziravorlar sotadigani to'g'risida mana shunaqa chiroyli gul do'konimizni yengilliklar ko'p, jigarlar gazonni xilma-xili kirib kelgan. Kстати, mana korobkali gazonlarimiz nomer 1 bo'lib turibdi hozir, zo'r 100% chiqyapti. Ichi qanaqa ani musor chiqmayapti. Xo'p, bu yoqda xilma-xil dorilarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Keyin ko'pchilik so'raganlarga mana arzon. Bu ko'chat qiladigan minta pochkada nech pul opa? 15 ming so'mdan. Bemalol kelaverasizlar. Lolalar xilma-xil ko'pchilik biladi. Men bugun bu yil, ya'ni 3000 ta lola ekkanmiz. Ko'pchilik so'rayapti, lola keyingi yilga chiqishi uchun nima qilay? Cho'ta lolam chiqmay qolyapti deganlarga piyozni setkasini birinchi yeri ko'lab ekadigan joyingizga piyozni setkasini qo'yib, bir 5 santimetrda to'rib solasiz. Farqi yo'q, yermi to'rib ahamiyati yo'q. Piyozlarni har bittasini oralig'i 10 santimetr 10 santimetrdan ekib hammasini cho'tki qilib ustidan 10 santimetr yana piyozni ustidan 10 santimetr ya'ni anaqa qilasiz. Turpoqni solasiz. Bo'ldi. Keyingi yilga ham o'sha joydan lola chiqaveradi. Hurmatli o'rtoqlar, sizlar bilan master Jima Sulaymon bo'ldi. Kelaverasizlar. Hamma mo'xlarimizni yengillari ham kirib kelgan. Sog' bo'linglar.